Assalomu obunachilar. Mana navbatdagi darvozamizni Sho'rchi tumani Allatemir qishlog'iga olib kelib o'rnatdik. Ko'rib bir yurakchani qizartirib qo'ying, mehnatimizga obuna bo'lib, xolasa ishimizni kuzatib boring. Juda chiroyli bo'ldi. Darvozamiz narxi qiziq bo'lsa, videoni o'tkazib yubormang. Plus belgisini qoldirsangiz oxiriga aytib o'tamiz. Razmerlarimiz 4 ga 3,5. Har doimgidek 1 lis, 6 ga 4 2 yubasidan taylari shvellar, zamoklari, ishlari, ichki taraflarini ko'rsatib o'tamiz. Juda chiroyli bo'ldi, taylari shvellar bo'ldi. Yopilishlari. Xohlasa kimga shunaqa darvozalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilib zakaz bersangiz bo'ladi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha sifatli, chiroyli narxlarda qilib berishga harakat qilamiz. Juda chiroyli bo'ldi darvozamiz. Mana shu nomerlarga telefon qilaverasizlar. Aloqada chiqib, yurakchani qizartirib qo'yib, xudo xolasa like bosib, shu videoni do'stlaringizga tashlab qo'ying. Qaysi do'stingizga shunaqa darvoza kerak bo'lsa. Rahmat qo'llab-quvvatlaganingiz uchun.